videoda biza top 5 eng qo'rqinchli rasmlarni qaytarib olib ko'ramiz. Ya'ni biza har bir mana shu qo'rqinchli rasmlar qanaqa olinganini sizlarga ko'rsatamiz. Va xuddi mana shunaqa qo'rqinchli suratlarni qorong'ida Honor X8C smartfon bilan birgalikda yaratamiz. Va bu videoda hakam ham bo'ladi va u hakam biza yaratgan rasm bilan haqiqiy rasmni farqlash kerak bo'ladi. Omon aytgandek, bu videoda men hakamman va ular olgan rasmlarni bittalab o'zim tekshiraman. Va har bir bizni o'xshata olmagan qo'rqinchli rasmga, ya'ni hakam agar o'shani rostdan o'xshamagan deb topsa, u bizdan 100 ming so'mdan oladi. Va biz mana shu uchun ham yaxshilab harakat qilishimiz kerak. Va xuddi shunday savol paydo bo'lishi mumkin. Nimaga aynan Honor X8C? Hozir men sizga javob beraman. Chunki bu smartfonni 108 megapiksel orqa kamerasi, 50 megapiksel selfie kamerasi va tunda ham rasmga olish funksiyasi bor. Va biz mana shu funksiya yordamida va sun'iy intellekt yordamida qorong'uda ham juda ham sifatli rasmlarga ola olamiz. Va aynan mana shu videoda sizlar hammasini ko'rasizlar. Va tayyor bo'lsanglar, yana bir yangi videomiz boshlandi. Birinchi raund. Baf, anini o'zim rasmga olishni boshlaymiz va bilasizlar, boya aytgandek, bu rasmni biz qo'limdagi Honor X8C da olamiz. Va biz birinchi o'xshatadigan rasm bu mana shu rasm. Va bu rasmda bitta odam uxlayapti va uni tepasida jin qarab turibdi. Va biz ham xuddi mana shu qo'rqinchli rasmni qo'limdagi Honor X8C telefoni orqali men o'xshatib olamiz. Chunki bilasizlarmi nimaga? Chunki bu qorong'uda ham juda ham kачественный rasmga oladi va buni hozir amalda ko'ramiz. Va aytgancha o'rtalar, sharpani qatdan olasizlar desanglar, sharpamiz bor. Qani Maqsudjon, yulduzli yollaring keldi. Shuni qarang, bashar songa yaqin. O'xshamagan mana bunaqa parik, lekin zo'r parik. O't, mana paketdan parikka necha baho berasizlar? 1dan -1 gacha yozib qoldiringlar. Xo'p, qara Maqsud, endi sen arvoqsan, to'g'rimi? Aha. Arvoqlar odatda nima qiladi kunduzi yoki kechqurun? Qani bir intervyu bering shef. Odamlarni qo'rqitadi-da. Sen ko'rgan odam qo'rqmaydi, faqat kuladi, bilasiz. No, xamal bo'lmasa hozir rasmga jo'talaymiz. Va mana shu Honor X8C telefonini ushlab tur, ehtiyot bo'lgin. Xo'p, ehtiyot bo'lgin. Hozir bu qo'lingdan mana bunaqa tushib qolsa ham, baribir hech bola qilmaydi. Ishonmasanglar mana. Tashlab yubordim va telefonga hech bola qilmayapti. Mana ishlayapti. Yana hammasi normal. Va hozir men mana shu birinchi rasmga jo'talayman. Birinchi ustun olib turamiz va mushuk toychog'imiz, mushugimiz. Bitta men qurolman. Va bu mushukka sekin o'ynab kelamiz. Yurish. Day. Bizga mana bu divan kerak bo'ladi va bu divan telefonga olib kelganman, чтобы eskiroq ko'rinish uchun. Men esa chesta xonim turadi shu divan. Endi qanaqadir zo'r ko'rinish kerak. Bu divanni mana bu oq fonga qo'yishimiz kerak. Shunda o'ylashim bo'yicha bo'li rasmga yaqinroq chiqadi. Xo'sh, men mana shu divanda yotgan bo'laman. Svet o'chiramiz va orqamda tipa Maqsud xuddi sharpada turib berish kerak. Ya'ni bitta kadr Maqsud bilan, bitta kadr Maqsudsiz. Ya'ni men yotganimni olamiz va undan keyin Photoshopga qo'shib olamiz. Chunki bunaqa qo'rqinchli hamma rasmni Photoshop orqali qilishadi. Lekin bilasizlarmi, ayni mana shu qo'rqinchli rasm yaratish uchun bizga aslida nima kerak bo'ladi? Boya o'tganimdek qo'limdagi Honor X8C telefoni, chunki bu telefonning kamerasi qorong'ida zo'r oladi. Даже bizning kamera unaqa yaxshi olmaydi, lekin bu qorong'ida yaxshiroq oladi. Va shuning uchun ham biz mana shu qo'rqinchli rasmlarni o'xshata olamiz. Va hammayli bo'lmasam, birinchi bo'lib svet o'chiramiz va men yotganimni olamiz. Bo'lmasa Maqsud bu yoqqa birinchi o'saman rasmga berasan. Просто shunchaki fotoga bosasan va bu yerdan fotoga emas, mana bu noch, ya'ni tungi rejimga o'tkazgandan keyin va o'ylashim bo'yicha bu funksiya hamma telefonlarda ham yo'q. No, ayniqsa bu Honor X8C telefonda bu juda ham original qilingan. Va hozir buni ko'ramiz. Mana endi svet o'chiraman. Xo'sh, bo'lmasa men mana shunaqa uxlab berishim kerak, deb uxlayotgandek bo'lishim kerak-a? Da, xuddi shunaqa. Xo'sh, va ana endi rasmni ko'ramiz. Wow, rasm yaxshi. Shuncha qorong'i bo'lsa ham yaxshi. Va bu rasmni sizlar ko'rdinglar va ana endi Maqsudni oqlatda ko'rib, tipa arvohga o'xshatib, orqa fonga qo'yamiz va uni ham rasmga olamiz. Hozir yana sen fanlaringni o'chirasan va qorong'ida hozir Honor X8C ning noch, ya'ni tungi rejimida hozir rasmga olaman yana. Anaqa fanlaringni o'chiraver, chunki bu telefonga itak hammasi yaxshi chiqadi. Buncha kachli chiqqan o'rtoqlarni ko'rdinglar va hammaylar ana endi ozgina Photoshop ishlatgan holda hozir biz mana shu qo'rqinchli rasmni yasaymiz va undan keyin hakamimizga ko'rsatamiz va shundan keyin bilamiz. Bu qo'rqinchli rasm o'xshabdimi, o'xshamayaptimi? Va endi bizlar hakamimizning fikrini eshitishga va endi hozir oybekka ko'radilar va o'zlarini hakamlik fikrlarini aytadilar. Hozir endi bularning rasmlarini baholab ko'ramiz, ya'ni qaysi rasm bir-biriga o'xshashroq va yaqin, bir-birining emotsiyasini beradi. Va hammaylar bo'lmasam ana endi buf ketdi. Birinchi rasm tushdi. Mana bu birinchi rasm. Ko'ryapsiz-a? Ha, ko'rdim. Mana bu ikkinchisi. Tak, men bu qanaqadir babu qo'rqinchliroqmi, anaqaroqda, xira kamerada olingan. Ya bu sal jinnicharoq ekan.
Mana bunisi-chi. Meni tanidingizmi o'zi? Ha, yo birinchi tanimadim, keyin ikkinchi ko'rsatganingizni tanidim. Qaysi biri? Yo, hop. Qo'rqinchiligi bo'yichami? Yo, o'zi ashita o'xshaganmi, o'xshamaganmi? Shu haqida gap ketyapti. Yo'q, o'xshamagan lekin bu umuman. Chunki bilinib turibdi, bu kreatda yotibdi. Men qayerda yotibman? Orqada arvoh. Men qayerda yotibman? Energetikasini beryaptimi shu? Men beryapti. Buni beryapti, lekin rasm bir-biriga o'xshamaydi. Lekin agar qo'rqitish bo'yicha ikkalasi bir xil qo'rqita oladi deb o'ylayman. Bilasizmi? Bu xirapraroq, shu uchun bu qo'rqinchli ko'ryapmanmi? Yarki taka tiniqda siz bilasizmi nimaga? Nimaga? Chunki biz bu rasmlarni Honor X8 telefonda olganmiz. Ayniqsa tunda juda ham sifatli rasmga oladi. Uncha telefon ayniqsa bunaqa narxda olmaydi. Buni hozir ham qop-qorong'ida olingan. Lekin bu shunday. Bilasiz bilarsiz endi. Mayli, birinchi rasmga demak biz yo'q degan fikr oldik va demak obyektga уже 100 ming ishladilar. Va mayli, endi bo'lmasam navbat ikkinchi rasmga. Videoni o'quvchi payti stop. Chunki men sizlarga yana bir yangi konkursni e'lon qilmoqchiman. Va bu konkurs qo'limdagi Honor X8 telefon uchun bo'ladi. Menimcha video davomida ko'rasizlar. Bu telefon qanaqa zo'r funksiyalari borligini va mana shu telefonni men bitta obunachimga bera olmoqchiman va buni uchta sharti bor. Birinchi shart, mana shu videoga hoziroq like bosasiz, chunki bu videoni ko'proq odam ko'rish kerak. Ikkinchi sharti, kommentariyaga Honor deb yozib qoldiring. Ya'ni o't mana xuddi shaq deb yozib qoldirasiz va uchinchi sharti, albatta Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'ling. Va уже mana shu mart oyining o'rtalarida bu Honor X8 telefonni g'olibini aniqlab, unga telefon topshiramiz. Sizlardan aktivlik va mendan mana shu konkursda ko'payishi. Endi bo'lsa video davom etadi. Ikkinchi raund va endi oladigan rasmimiz uchun bizga mana shu koridor kerak bo'ldi. Va biz aynan mana shu rasmni takrorlaymiz. Va yana har doimgidek qorong'u fonda qilamiz. Hozir hamma svetlarni o'chirib, lekin undan oldin bu rasmdagi bosh qahramon bilan tanishinglar. Bu Sardor Jon bo'ladi. Jon bu Sardor Jon. Qarochi, hozir Sardor yana o'sha oq narsani yuziga o'rab, yuzini qop-qora qilamiz va Sardor har xil pozada, har xil shaklda rasmga olamiz va undan keyin salgina bular ham ishlatilgandek biz ham salgina Photoshop qo'shib, mana shu qo'rqinchli rasmni o'xshatamiz. O'ylashim bo'yicha men Photoshop bo'lgani bilan birinchi o'rinda kachsali surat hammasi hal qildi. Da hozir boyaga o'sha birinchi asl rasmdagidan zo'r qilib rasmga tushishga harakat qilaman. Va endi men sharpaga aylanishni boshlayman. Bunda menga mana bu material bilan mana bu qora shapka kerak bo'ladi. Chunki sizlar rasmda ko'rdinglar, faqatgina ikkita narsa kerak xolos. Va mana o'rtoqlar, bu sharpamiz va endi hozir hamma svetlarni o'chirib, qorong'ida buni har xil pozda rasmga olamiz, ya'ni har xil holatda, ya'ni undan keyin Photoshop orqali buni har xil joylarga qilib, buni ko'p sharpalab, qarab turgandek qilib o'xshatamiz. Va undan keyin ko'ramiz. Hakamimiz farq qila oladimi, farq qila olmaydimi? Men o'ylashim bo'yicha biz olgan rasm qo'rqinchliroq bo'lib turib, hakamdan bir tiyam ola olmaydi. Va bo'lmasa endi svetlarni o'chiramiz. Birisi, ikkinchi svet. Va shu bilan bizda svetlar umuman qolmadi. Buni mana shu turib bersam bitta. Qarab, tipa hozir o'rtada turgan rasmdasan, o'rtada tur tipa. O'rtada turgan rasmdasan, ha. Hop, olman. Birinchi rasm bor. Qolmasa. Va biz shu tarzda hamma kerakli rasmlarni suratga oldik. Va o'rtoqlar, rasmimiz уже tayyor desa bo'ladi. Ya'ni hamma narsani bo'ldim. Yo'q, rasmlarni ko'rsatingchi, qanaqa chiqdi? Vo, seriyozmi? Shuncha yaqinlashtirgandan keyin ham xira bo'lib ketyapti. Shosan? Mana. Ne bu? Realni anaqa kamera bilan bir xil olingan-ku. Fotoapparat bilan bir xil olingan. Fotoapparat bilan realni bir xil olingan. Eng qizig'i kechqurun hamma kamera bunaqa qaytsa olmaydi-da. Ayniqsa bu hozir narxiga bo'lsa qanaqa stoyish. Hozir buni Photoshopdan xuddi bu rasm original kabi Photoshop ishlatilgan misol. Da. Xush hozir Photoshop ishlatib to'g'irlab, qo'rqinchli rasm yasab hakamimizga boramiz. Va endi navbat ikkinchi rasmga baho berishlarga va endi bu rasmni ham ko'ramiz. Mana bu rasmni ko'rdingiz, ha? Ham ko'rdim, ha. Va mana baf. Lekin buni o'xshatsizlar lekin. Bo'lsa oldingizni qaytinglar-da. Mana lekin men haqiqatda o'xshabdi. Mana basharali ozgina kesilishlar birga bir bo'lmagan, lekin o'zinglar qildinglarmi? Mana sizlar qilgansizlar-da. Honor X8 tegida eng qizig'i rasmimizda Honor rasmi ham turibdi. Men tushunmayman, nechta odam bu yoki bitta odam ko'p, bitta odam ko'p deb chiqamiz. Yaxshi, lekin bu o'xshatdi, lekin mana shu birga. Seriyozmi? Почти. Ya, endi biz ham birga boshlashga harakat qilganmiz, chunki birga bir o'xshashga harakat qilsak, atak o'xshashga harakat qilsanglar, lekin qilarkansizlar mana shunaqa joy topib, birga bir yer to'la topib, agarda biz chin dildan xohlaganimizni qilardik, okey. Lekin biz shunday emotiyasini bersa bo'ldi, obunachilar o'zi uchun chuvoladi degan joyimizda endi, okam. Bunga 5 baho qo'yaman. Qo'lga olib qo'yaylik. Ana endi bo'lmasa navbat 3-rasmga. 3-raund. Va ana endiga biz o'xshaydigan qo'rqinchli rasm bu
mana shu rasm. Va bu rasmni menga o'xshagan megalofobiyasi bor odamlar bu rasmdan juda ham qattiq qo'rqadi va hozir xuddi mana shu rasmni takrorlaymiz va har doimgidek qo'limda Honor X8 telefoni va bu rasmni ham men tushaman. Shu uchun давайте ol. Uni hamma bu tezda olaylik. Давай. Chunki o'rtoqlik ko'cha realniy sovuq va aytgancha xuddi shu paytda o'rtoqlar sizlar Honor X8, ya'ni mana shu kamerasi mo'shniy va baquvvat suvga ham chidaydigan telefon yutib olishingiz mumkin va buni o'zim sizlarga aytganman, shuning uchun ham yana eslatib qo'yaman. Shartlarni bajaringlar, uchtagina shart. Birinchisi mana shu videoga like bosasiz va ikkinchi shart kommentariyaga Honor deb yozib qo'yasiz, chunki siz Honor deb yozib qoldirsiz, mana shu Honor deb yozib qoldirgan odamlardan g'olib tanlayman. Va uchinchi sharti albatta Omoxon kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Va siz konkursga qatnashayotgan bo'lasiz. Va ana nima rasmga ol. Xo'p, ana endi rasmni ko'ramiz. O, yaxshi. Короче, o'rtoqlar hozir bu tipa rangli bo'lgan-ku. Biz ham xuddi mana shu original rasmga o'xshab bundan rangsiz qilib, oq-qora qilib tipa mana shu qo'rqinchli effektlarni bersak, o'ylashim bo'yicha hech kim farqni topa olmaydi. Da. Ayniqsa bizlar hakamimiz. Va endi biz hakamimizni oldik, 3-rasmni olib keldik. Tayyormisiz? Mana bu birinchi rasm. Hop. Mana bu ikkinchi rasm. Bo'laga. Qolgani Omonxon degan yozilgan, yo'qman. Bo'laga. O'sha bir xil rasm, faqat odam o'zgardi. Odam o'zgarib qoldi, lekin yaqinlashib. Lekin bu cho'tga chiqdi, biriga bir bo'libdi. Faqat shu Omonxon degan yozuv xalaq beryapti. Shuni ham o'chirib qo'yganingizda, tak biriga bir bo'ladi. Demak, 3-rasm ham o'xshadi va bu degani sizlar like bosishlar bo'ladi degani. Chunki ana endi nima 4-rasmga bo'ladi. Bilasizlarmi, tunda so'mka qilishning eng katta muammosi bu yorug'lik yetishmasligi. O'zingizlar ham bilganingizdek, ko'pchilik telefonlar qorong'uda juda ham sifatsiz suratga oladi. Lekin aynan qo'limda turgan Honor X8 telefonini 108 megapiksellik orqa kamerasi va sun'iy intellekt yordamida hattoki qorong'uda ham juda ham sifatli suratlarni olishga sizga imkon berishi, bu siz uchun juda ham katta yutuqni beradi. Menga ishonaveringlar, oddiy telefonlar bunaqa tiniqlikni bera olmaydi. Agar siz ishonmaysanglar, hozir biz buni sinab ko'ramiz. Va davayt bo'lmasam, hozir ikki xil telefonda rasm ko'ramiz. Ya'ni bittasi Honor X8 telefoniga hozir rasm olamiz, svetlarni o'chirib, undan keyin yana bor boshqa brenddagi odatiy telefonda yana rasm ko'ramiz. Va shunda sizlar bilasizlar, tungi effekt qanaqa kasallikligini. Davayt. Hop, birinchi qana Sardor olib qo'y. Tungi rejimga kirasan. Bo'ldi. Aha. Fanlarini o'chir. Hop va Вообще уже kартинка bo'lib ketdi-yu. Qanaqadir xuddi fotosessiya qilgandek bo'ldim. Va hammalar ana endi boshqa telefonni olamiz. Qani maxsus telefoningni berchi? Va hammalar endi maxsus telefonni ol qani. Hop, ana endi bu rasmni ko'ramiz. O'rtoqlar, men bu boya aytgan Honor X8 telefonim shu tarzda kastisnimi? Mana. Ikkita rasmni bir vaqtda qo'ying, farqini ko'ringlar. Va ana endi bilasizlar sizlar bunaqa narxga bunaqa sifatli rasm olgan telefonni topish qiyin lekin. Va hamma bo'lmasa ana endi keyingi rasm olishga o'taman. Просто по факту sizlarga ko'rsatgim keldi. Rostdan ham bu telefon sifatli rasm olishini. 4-raund. Va ana endi biz o'xshatishga harakat qilgan qo'rqinch rasm bu mana shu rasm. Va bu rasmda men o'zim mana shu sharpani rolida bo'laman. Va ko'rtirgandek, uning yuzi qanaqadir oq va qo'rqinchli. Va shu uchun maqsad hozir grimyor roliga kirib, meni yuzimni xuddi o'sha qo'rqinchli qilib, kraska bilan bo'yab grim qiladi. Birinchi oq rang kerak bo'ladi. Polni yuzini oq qilamiz. Albatta like bosib qo'yinglar, shuncha harakatga erishi. Soch mustumchi, kim kel bo'lmasin, iltimos. Bilamizdek ekan. Va shunaqa qilib meni yuzimni kraska bilan bo'yab chiqdik. Va o'rtoqlar, yuzimni mana shunaqa tipa oq aralashtirib kraska qildik va mana shu o'zi bo'ladi. Gap bortira olsak ham bilinib qoladi. Chunki bilasizlar nimaga? Chunki mana shu yuzim o'zini Photoshopda salgina kontrastni oshirib, yaksal tushirsa, o'zi yuzim tipa yag'ir ko'rinadi, tipa sharplan yuz bo'ladi, tipa chirib ketgan, shunaqa ko'rinadi. Va hal bo'lsa, endi rasmga tushamiz va rasm uchun qaranglar. Men tushim kerak, tipa. Voy, bilan o'likdek ko'rinaman endi, ha? Yo'q, parik tikishingiz kerak. Parikni kiyishim kerakmi? Ha. Okey, va bu kutilgan moment. Va men parik kiyaman. Bo'ladi, yuzim yakka ko'rinish emas, mana shunaqa bo'ladi. Mana endi hozir svetni o'chirib, Honor X8 telefonda hozir rasmga olamiz. Davayt svetni o'chirib bo'lsa. Bular o'rtoqlar cringe uchun kechiringlar. Mana hozir to'g'ridan bitta rasmga olamiz. Bo'ldi. Endi bitta siz yo'q. Bitta ko'ringchi. Voy, страшный. Hammalar endi masdan bitta bor. O'ylashim bo'yicha, ana endi ham bizning hakam original rasmdan bizning rasmimizni topmaydi. Hammalar kulurmaga. Yo'q, kulchimga ketyapti-da. Hammalar bo'lsa, ana endi ko'ramiz hakamimiz bizning rasmimizni ajrata olar ekan. Va ana endi navbat 4-rasmni hakimimiz ko'rishlariga va bu rasmni men yubordim va mana bu birinchi rasm. Ikkinchi rasmni qo'yishimdan oldin kulishga tayyor turing. Ikkinchi rasm.
Birga bir zo'r. Beshmoq. Birinchisi, ana ikkinchisi. Bo'larga cho'tga chiqdi. Juda ham zo'r rasm chiqqan, to'g'rimi? Mo'shni rasm chiqqan, men bunga 5 baho qo'ymasam, hamchi kommentariyada so'p tishlaysa kerak. Ana endi bo'lmasam 5-chi rasm olamiz. 5-raund. Va ana endi biz hozir o'xshatadigan qo'rqinchli rasm bu mana bu rasm. O'rtoqlar, buni ko'pchilik rostdan ham olingan rasm deb o'ylar ekan. Lekin men o'ylashim bo'yicha bu rostdan ham olinmagan va buni hozir biz easy, ya'ni bemalol birga bir qilib o'xshata olamiz. Va bu uchimizga har doimgidek bizning aktyorimiz Sardorjon kerak bo'ladi. Chunki bugun Sardor, sezgan bo'lsanglar, eng yaxshi sharpa. Men ham bo'lmasam oqilatdan ustiga kiyinganda ayni xuddi mana shu rasmga mos joy topdik mana. Daraxtlarning orasi. Oppa, va qara Sardorsan, men bu yoqqa ayni mana mashta tur. Mashta tur, bo'l, mashta tur. Va ana endi hozir biz Sardor bilan va Sardorsiz mana shu rasmga olamiz. И всё, undan keyin Sardor ozgina Photoshopda bir ko'rinib ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz, tipa ana grafikada turgandek bo'ldi. Va shunda o'ylashim uchun umuman mana shu qo'rqinchli rasmdan bizning ham o'zimiz yozgan qo'rqinchli rasm farqi bo'lmaydi. Va bu rasmni har doim qo'limdagi Honor X8 telefonda olamiz. Chunki o'zi ko'rib turganingizdek bu qorong'ida juda ham sifatli rasm oladi. Davayt qolib tutib turasan. Omma rasm zo'r chiqdi. Ayniqsa Sardorjonning yaxshi rol o'ynayverdi. Rahmat, endi bitta rasmni ko'ramiz. Mana sas versiyasi, mana san bilan anaqa bo'ladi. Qara. O'zi itaga arvoqdek o'qibdi-yu. Buni sal yaqinlashtirani. O'zining effekti bor. Qo'rqinchli rasmdan o'sha effektni bersa bo'ldi. Va hammanglar ana endi hozir bu rasmni o'zim tanlayman. Undan keyin hakimimizni ko'ramiz. Qani topa oladimi yo'qmi? Va endi navbat 5-rasmni hakimimiz ko'rishlariga va o'ylashim bo'yicha buni ham o'xshadi deydilar. Bu gal jiddiy bo'laman va jiddiy e'tibor beraman. Mana bu 1-rasm. Ko'rdingizmi? Mana bu 2-rasm. Qani qaytarinchi birinchisiga? Ikkinchisiga qaytingchi. Yana birinchisiga qaytingchi. Bu umuman boshqa bo'lgan, bu lekin bunga o'xshamagan. Qarang, mana bitta archa, bu yerda nima qurgan daraxt. Ya! Daraxtga e'tibor qaratmang aka. Mana kompozitsiya yo'q, lekin o'xshagan. Qani to'xtang, nima qiling? Tak, bundan o'zi rasmlar boshqa. Lekin men bu qorong'uda olingan rasm yaxshi chiqqan. No hamayli, demak oxirgi rasm o'xshamadi. Oxirgi. Va hamayli, shuni hozir umumiy olib qaraganda 5 ta raunddan biz 3tasida ha javobni va 2tasida yo'q javobni oldik. No, zato hali ko'proq va biz bunga xursand bo'lishga arziymiz. Lekin eng muhimi Honor X8 telefoni qorong'ida juda ham zo'r rasm olgan va mana shu bizga ozgina pand bergandek bo'ldi. Chunki bilasizlar, aroqlar kamera chiqib qolgan hamma kadrda biram kartcha past bo'ladi. Bu yerda qorong'ida juda ham zo'r kartcha olgani uchun oybek bo'lib qoldilar. Va albatta o'rtoqlarim, agarda sizga Honor X8 telefoni yoqqan bo'lsa va bu telefon haqida yanada ko'plab ma'lumot olgisi kelayotgan bo'lsa, albatta video ostida men silka qoldiraman, ya'ni описаниеda o'sha silka orqali o'tib ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta o'rtoqlar, keyingi videoda sizlarni yanada qiziqarli narsalar kutmoqda, chunki biz yana yangicha loyihalarga qo'l urganmiz. Va albatta o'sha bu yog'i bahor, yoz, kuz. Mana shu 3 ta faslni qo'lga yondirmoqchimiz. Omonxon Production sizlarga ko'p narsa tayyorladi. Shuning albatta kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'linglar va keyingi videoda ko'rishgungacha ciao.